Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsligimizda biz sizlar bilan juda ham bir qiziq bo'lgan mavzuni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz faqat AI ishlatgan holatda biror bir do'kon uchun veb-sayt yasab ko'ramiz. Juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, buning uchun biz birinchi bo'lib papka ochib olamiz. Рабочий stolda AI shop misol uchun yoki o'zingizlarga qulay nomlashinglar mumkin. AI shop degan papka ochdik. Endi buning ichidan misol uchun image deb qo'yaylik, ya'ni bu yerda logotipimiz yoki shunga o'xshashlarni saqlaymiz. Bu joyidan bo'lsa biza kod deb qo'yaylik, ya'ni bu yerda biz saytimizni kodini yozamiz. Xo'p, bu g'oya o'zi qandoq kelib chiqdi deydigan bo'lsanglar, hozirgi kunda ko'pchilik odamlar AI ishlatishdan yoki bo'lmasam dasturchilarni ishini AI olib qo'yishidan qo'rqyapti. Bu video bilan men qisman AI unchalik qo'rqinchli emasligi, AI ni yaxshi maqsadda ham foydalansa bo'lishi yoki shunga o'xshagan bir qo'rquvlarni yengishga sal bo'lsa ham yordam bera olaman degan umiddaman. Xo'p, birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladigan AIlarni ko'rib chiqamiz. Конечно, ChatGPT hamma biladigan ChatGPT. Xo'p, bularni vazifalarini men keyinroq to'liq tushuntirib o'taman. Nima uchun aynan shu AI, boshqasi emas. Xo'p, keyin V0 app. V0 app bu bizga sayt yasash uchun kerak bo'ladi. Notion'ni olganimiz sababi hozir bu yerda tasklarning ketma-ketligini biz ko'rib olishimiz uchun. Keyin LM Arena bu rasmlar generatsiya qilish uchun tekin sayt hisoblanadi. Unda yaqinda Nano Banana ham qo'shildi, ya'ni sizlar pul to'lamasdan turib tekinga rasm generatsiya qilish imkoniyatlar bor. Xo'p, birinchi bo'lib kelinglar to есть qadamlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi nima qilamiz, keyin nima qilamiz. Birinchi bo'lib g'oya tanlaymiz, ya'ni biz qanaqa magazin uchun qo'yamiz, qanaqa tovar sotiladi, kimlar uchun sotiladi, qanaqa muammoni hal qila oladi. Xo'p, misol uchun biz shunaqangi sayt yasashimiz mumkin. Unda sport tovarlari sotilishi mumkin yoki bo'lmasam oziq-ovqat yoki shunga o'xshagan har xil saytlar yasashimiz mumkin. Kelinglar, men hozir sizlarga sport tovarlar mavzusida sayt yasab ko'rsatib beraman, ya'ni har xil sport uchun mo'ljallangan mahsulotlarni sotish uchun. Xo'p, bu bizda tayyor g'oyamiz bor sport tovarlar uchun. Endi brend nomini tanlash. Brend nomi endi zakaz olgan bo'lsanglar, zakaz bergan odam aytadi, o'zingiz uchun bo'lsa o'zingizlar qanaqadir yoki bo'lmasam ChatGPT dan yordam so'ragan holda qilishinglar mumkin. Men shunaqa do'kon qo'yaman, bu uchun nom kerak deydigan bo'lsanglar, sizlarga nomlarni listini chiqarib beradi, o'zingizlar xohlaganlarni tanlashinglar mumkin. Men misol uchun kelinglar Kamer Shop deyman. Oddiyroq bo'ladi. Xo'p, Kamer Shop brend nomi tanlandi. Logo g'oyasi. Logotip bu eng muhim narsalardan bittasi hisoblanadi. Odamlar sizlarni brendinglarni yoki saytinglarni yoki shunga o'xshash nima bo'lsa ham logotipdan tanib olish kerak. Logotip har doim eng yuqori o'rinlardan bo'lgani uchun bunga alohida e'tibor qaratamiz. Xo'p, ChatGPT ga kiramiz logotip yasash uchun. Salom, men Kamer Shop degan sport mahsulotlari sotadigan do'kon ochdim. U uchun logo kerak. AI promptini yoz. Xo'p, biz ChatGPT dan hozir faqat prompt olish uchun foydalanamiz. Xo'p, premium logo. Mana o'zingizlarning stillarni bersanglar bo'ladi. Misol uchun menga hozir stilning farqi yo'q. Mana shuni kopировать qilamiz. Boya aytganimda LM Arena ga kirib olamiz va mana generate images deganni bosamiz. Bu yerga promptimiz bitta tashab turib enter bosamiz.
Xo'p, bu bizga ikki xil variantda qilib beradi. Faqat bir xil emas, ikki xil. Bir vaqt o'zida ikki xil variantni ko'rib, o'zingizga yoqqanini tanlash imkoni borda. Bu juda ham zo'r. Va bu tekin. Ozgina kutamiz. Mana bizga ikki xil variantda logotip qilib berdi. Misol uchun menga mana shunisi ko'proq yoqdi. Buni biza save qilib olamiz. Misol uchun kelaylik, logo deymiz. Buni save qilib olamiz. Logo save qilindi. Bizda endi logotipimiz bor. Endi eng yana muhimroq joylarga keldik. Sayt umumiy strukturasini yarata olishimiz kerak. Ya'ni home page, misol uchun product listing, product details, cart, checkout, about, contact yoki bo'lmasa sayt haqidagi umumiy strukturamiz bo'lishi kerak bizda. Ya'ni sayt qanaqa bo'ladi? Unda misol uchun home page bo'ladimi, kart bo'ladimi? Unda kartga chekirib, batafsil ma'lumot ko'rsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Shu narsalarni biz o'zimiz uchun bila olishimiz kerak. O'zimiz uchun bila olganimizdan keyin o'sha bu man misol uchun o'zim uchun aniq ma'lumotlarga egaman. Men saytimda home page bo'ladi, unda kart ichiga kirsa bo'ladi. Bo'ldi, menda yetarlicha struktura g'oyasi bor. Endi UI UX. UI UX bu muhim hisoblanadi. Ya'ni sizlarning saytingiz odamning ko'ziga yoqadigan bo'lishi, unda qulaylik bo'lishi va iloji boricha batnlar kamroq bo'lishi kerak. Ya'ni batn ko'payadigan bo'lsa, odamlar bitta saytga kirib, buni bosib o'tish yoqtirishmaydi. Iloji boricha batnlar kamroq bo'lishi kerak. Har qayoqqa sayt otavermasligi kerak. Odamlarni o'zida ushlab qola olishi kerak. UI UX uchun ham alohida g'oyani ChatGPT orqali olsanglar bo'ladi. Men shunaqa sayt yasayapman. Menga UI UX g'oyasini ber. Menda o'zimda g'oya bor, shuning uchun bunga ham galchka qo'yamiz. Endi prompt yaratishimiz kerak. Ya'ni biz sayt uchun prompt yaratishimiz kerak. Biz sayt kodini o'zimiz yozmaymiz, biz AI orqali qilamiz. A few moments later. Xo'sh, mana ChatGPT ga o'tib oldim. ChatGPT ga o'tib olgandan keyin unga yozaman. Salom, men sport mahsulotlari sotadigan Kamershop degan veb-sayt yasamoqchiman. Unda home page bo'lishi, home pageda mahsulotlarning ko'rinishi, search tizimi bo'lishi, mahsulotlar kartlar orqali ko'rinishi, bla bla bla. Xullas shunaqa qilib yozdim va oxirida unga prompt yozib berdim. Bu joyda UI UX haqida ham qisqacha to'xtalib o'tilgan, qanaqa bo'lishi haqida. ChatGPT bizga batafsilroq prompt berishi uchun. Endi buni biz ChatGPT ga jo'natamiz. Xo'p, ChatGPT o'ylayapti. Bizga yozishni boshladi. Mana bu prompt yozishni boshladi. Xo'sh, men bu joyda tanlagan ranglarim qora, ko'k, yashil va oq bo'ldi. Sababi men logotipim shu ranglarda. Mana ChatGPT bizga chiroylikgina qilib prompt yozib berdi. Endi buni kopировать qilamiz va boyagi V0 ga tashlaymiz. Agar qiziq ko'rsanglar, LM Arena ni ham o'zida, xo'p, LM Arena ni ham o'zida veb-sayt yozadigan joyi bor. Men bitta image tanlab qo'yganman. Bu yerda veb-sayt tanlasanglar bo'ladi. Xo'sh, buni biz V0 ga tashlaymiz. Ya'ni ChatGPT bergan promptni V0 ga tashlaymiz. Xo'sh, V0 bizga kod yozguncha biz eng muhim ishlarni qilishni boshlaymiz. Ya'ni eng muhim degani biz kodni endi o'zimiz yozib olishimiz kerak. Xo'sh, Visual Studio Code. Yes. Xo'p, index.html. Xo'p, bu kerak emas. Endi kod yozib bo'lishini kutamiz. To'g'ri, kodda ozgina ko'proq yozib olishi mumkin. Lekin o'zingizlarni boshingizlarni og'ritib qilgandan ko'ra bu usul menimcha sal bo'lsa ham qulayroq, sizlarga sal bo'lsa ham yordami tegadi. Xo'p, kutamiz. Mana bu ko'rsanglar, o'sha yasayotgani haqida ma'lumot beryapti. Index.html, styles.css. Xo'p, styles
.css script.js script.js Vinyl saytining ham interfeysi chiroyli, ko'zga yoqadigan, qulay va tushunarli qilingan. Foydalangan odamga ham komfort bilan foydalana oladi. Dashi GitHub ulab qo'yib, to'g'ridan-to'g'ri GitHubga jo'natsalar ham bo'ladi-da. Xo'sh, endi biz kodlarni olib o'zimizga joylashtirishni boshlaymiz. JSON beribdi. Xo'p, JSON mayli. Script bizga даже produktlarni ham, boshlang'ich produktlarni ham generatsiya qilib beribdi. Qo'yib stylus CSS ga tashlaymiz. Xo'p, mana kodlarni o'zimizga oldik. Endi uni kelinglar live server qilib ochib ko'raylik. Va ko'rishinglar mumkin. Bizga sayt yasab berdi. Bu joyga o'zlarining logotipini joylashtirsalar bo'ladi. Xo'p, home page, shop now. Oho, bizga mana har xil anaqa produktlar berdi. Bu yerga o'zingizlarning produktinglarning rasmini joylashtirsalar bo'ladi. Follow us, mana xo'p, bu yerda ma'lumotlar, telefon nomer. Xo'p, misol uchun mana shu add to cart. Даже mana bu yerda tushirib ham beryapti. Items. Oho, sayt chiroyli qilingan. Kelda search ishlatib ko'ramiz. Misol uchun pro Davut search tizimi ham yaxshi ishlayapti. Footwear, aksessuarlar. Bu to'g'risini tushunmadim. Featured. Xo'sh. Kategoriyalar va bu yerda kontakt degan joyi bor ekan. Kontakt degan joyida menimcha mana shu joyga bizani olib o'tish kerak, ya'ni footer qismini ko'rsatish kerak. Xo'sh, bu videodan nimani xulosa qilishimiz mumkin? Xulosa shuki, biz AI dan qo'rqishimiz kerak emas. AI qanchalik kuchli bo'lsin, lekin baribir uni to'g'ri maqsadda ishlatib, AI dan o'zimizga foyda olishimiz mumkin. Shuning uchun men sizlarga shuni maslahat beramanki, AI dan hech qanaqasi qo'rqmanglar, naborot uni o'z maqsadinglar yo'lida ishlatinglar. Shunda sizlarga foydaliroq bo'ladi. Xo'p, men agar sizlarga bu videoyim bilan qanaqadir kichkina bo'lsa ham ma'lumot yetkazib bera olgan bo'lsam, men bundan xursandman. Kanalga paytizga bosishinglarni so'rab qolaman. Telegram kanaliga ham o'tib olsanglar, o'tda ham qiziq narsalarni ko'rishinglar mumkin. Keyingi videolarda bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni berib o'taman. Hammaga rahmat. Xayr, sog', omon bo'linglar.